Bugun biz 5 kishi bilan impostor o'yini o'ynaymiz. 4 ta qog'ozda bir xil so'z yozilgan, bittasida impostor. Bu videoda Timur, Bobur, Mirshod, Mahmud va men qatnashaman. Video shartlari bilan tanishtiraman. O'yinda 5 ta ishtirokchi bo'ladi va bitta impostor bo'ladi. Sizga 5 ta qog'ozlar tarqatiladi va bu qog'ozlarning 4 tasida biror bir so'z va bittasida impostor so'zi bo'ladi. 4 ta ishtirokchi esa o'sha so'zga misollar keltirishadi. Impostor bu so'zni bilmaganligi uchun u boshqa misollar keltirib qo'yishi mumkin. Qolgan 4 ta ishtirokchi bu so'zni biladi va bu odamdan gumonlanishi mumkin. O'yin 3 raunddan iborat bo'ladi. Shu marta ketma-ketlik bilan o'sha so'zga misollar keltirishadi va 3-raundda ovoz berish jarayoni bilan bitta odamni impostor deb aniqlashadi. Oddiy odamlar impostorni topisha olsa, impostor yutqizadi. Agarda impostor keltirilgan misollar orqali o'sha so'zni topadigan bo'lsa, impostor yutadi. Bashti videoni ko'ring, o'zingiz tushunib olasiz. Daybolalar boshlaymiz. Ayni Benmesodan tala olamiz. Ketdik. Давай, olasiz. Давай, Max. Timur. Ops. Okay. Aşağı dursun. Ha, ладно, Max boşla. Max. Telefon. Ha, öylesi mi? Öyle ya. Ama yoktur ha. Mashhur. Har xil turlari bor. Hamyon bu. Impostor. Impostor. Davay ha, üçüncüsüde bize impostorga O'zi ovoz ikkinchisi berishimiz kerak. Diyorca siz yani. Ha. Ayt bak. Boshla. Ciddi siz diyorsunuz. Pulliklari ham bor. Telefonda ham bor şu oyunlar. Davay ha. Vaqtni ko'p o'g'irlab qo'yadi, lekin vaqtni tez o'tkazadi. O'ynasa bo'ladi. Ayt. Timur. Sen topma. Yok. Ya böyle Galatasaray'a verem. Valla. Timur. Timur çıkıp kesin. Ochchi. Poster. O'rtoqlar, bizga yaqindan yordam bergan Qizil qum kafesiga kattakon rahmat aytib qolamiz. Bu kafeni kabinasida shu videoni oldik va o'rtoqlar, bir marta bo'lsa ham kirib baliqdan yeb ko'rishingiz mumkin. Zo'r baliq tayyorlashadi. Bemalol kelib baliqdan yoki boshqa taomlardan yeb ko'rishingiz mumkin. Taomlar juda ham ko'p va juda ham shirin. Bir yeb ko'ringlar, bu yerni klient, ya'ni mijozga aylanib qolasizlar. Video ko'rishda davom etinglar. Davay o'rtoqlar, 3-raundga ham yetib keldik. Timur boshla. Bunaqasiga ketamiz, dondonzikka o'ynamaymiz. Oxirgisi. Olmaz. Avval mavzuda o'ynaymiz. Timur boşlayın. Timur ket. Vaqtni o'g'irlaydi. Vaqt o'g'irlaydi. Har bir narsa ko'rsa bo'ladi. Ko'rsa bo'ladi. Xo'p. Bu qimmat turishi ham mumkin, arzon turishi ham mumkin. Har xil narxlar bor. Şerda ham bor. Anten. Antena? Ha, sen impostor emassan, prosta aytaysan, to'g'ri? Ketdik. Juda ko'p tarmoqlar yo'llanadi. Odamlar ko'p kuzatadi. Odamlar ko'p kuzatadi. Uni ko'p brendlari bor. Yangiliklar o'shalarni ko'rsa bo'ladi. Tariflari. Ha? Tarifi. Ha böyle o'zi topildigan Qani, to'g'ri tarif. Ketdik. hammaga yoqadigan klip qo'yiladi. Klip? Har xil kanallar bor. bor. Har bir uyda bo'ladi-da undan. Undan bo'lmasa bo'lmaydi. Hozirgi paytda o'shani o'rnini bosadigan narsa chiqadi. Hozir
hozir kamish ishlatyapti. O'rin Ha, bosiyga to'g'ri, o'sha. Hay, Тоже o'rin o'zing xohlagan narsani ko'rib bo'lmaydi. Xohlagan payt xohlagan narsa chiqadi. Impostor. Bo'lib ganasovat Kishi ham qilaylik. mumkinlik. Ganasovat qilaylik. bo'ldi. Har xilchasi bo'ldi. Nega galasi? Ket. Kim chiqaramiz, Maxga. 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 Mana bu. Chunki biz har bir gapimiz bir sinonim boshqa turli. ma'nosi o'zgaradi. Kim chiqarmoqchi? Ikkita podozrение bu bilan bu Xo'p, unchalik kamroq agar bu. Nimaga? Sabab. Shu mana bu Timur boshladi, shunga o'xshash gap aytib boshladi. Nima aytding birinchi? Vaqtni o'g'irlaydi. Mening vaqtni o'g'irlaydi. Daqiqa. To'xtang, kim Mahmudga o'z beradi? Mahmudga o'z berayotgan kim? 2 kishi. 3 kishi. To'xta. Rost. Men ovozimni qaytaraman. Bobur chiqaraylik. To'xta. Boburga kim o'z beradi? Birinchi men gapim o'ylab ko'r, antena dedim. To'g'ri, bilaman, lekin Boburda shu. Ikki To'xta. Lekin o'ylaymiz. o'g'irlagan bo'lishimizdan yo bu qara. To'xta. Kim Murtadga o'z beradi? yo'q, Yo'q, to'xta. Birontasi o'zing ayt, ishlayotganingni. O'sha aytganimdan qara. Hozir shu xonada bor. Keyin bo'ldi, to'xta. to'g'ri. Lekin любой narsa bo'lishi mumkin. Ko'p narsa. Ikkinchisi. o'rnini bosadigan narsa aytishyapti, o'ylab ko'r. Ozroq. yana. Keyin uchinchisi nima dedim? Yangiliklarni ko'rsa bo'ladi. Ha, bo'ladi. O'ylab ko'r, yosh qarilar nimani ko'radi. Uniki ham to'g'ri keladi ekan. Bo'l Max. Yo'q, to'xta. Amay to'g'ri Keyin keladi. o'ylab ko'r. Men aytdim, yangiliklarni ko'rsa bo'ladi, yangiliklar nima To'g'ri keladi. kabelni borishi mumkin. Ko'rsasizmi? Yo. Rostini aytaman. Timur, balki o'zing bo'lsang-chi, do'stim. Agar men bo'lganimda Yo'q, shu sizlar Nima gap to'g'ri keladi? Yo'q, Impostor man- berdingmi? Fohishadagi so'z bor-a, to'g'ri. Agar men bo'lganimda unaqa chuqur gap aytmasdim-da. Impostor bo'lgan paytda. Max, Shunga 100 so'z aytib o'tibdi-da. To'xta. Kim Boburga o'z beradi? Bichara aylanib shart kelaman. ashuni chiqaraylik shu. Men gapimga Ikki sinonim. marta badrat bo'lgan. So'z Nima televizor. aytding? So'z televizor edi, to'g'rimi? Men impostor. Mana o'rtada keyingi raundga o'tib oldik. Sizlarga qiziq ketyapti deb umid qilamiz. Kim tanlaydi? Man. Impostor mana. Timur bir narsa aytaymi? Yoshiga tushmaydi. Tushunarliki? Bo'ladi, nima? Shunday Faqat bitta so'zni antiq yozganman-da, tushunish qiyin. Hozir tushunmayapti. Reально? Ha, o'zim boshlayman. Ne? Bu Buxoroda. Buxoroda. Mayli ketdik. Bo'lib bilyapsizligingizda. Impostor. Nima eman masalan? O'zingdan podozrение olish uchun bir Ha, to'xta, gapiryapsan. Nima aytsam men tiqilaysan. Bilindi. Impostor aniqlash. Yo'q. Hay, aytchi. Yura ko'proq turistlar boradi. Hay. Aksine. Hay. Buxoroda bo'lsa turistlar borsa. Nima ekan nima? Yo'q, to'g'ri. Shuni olib qo'yadi. Qaranglar. Asl story yo'llanadi. Buxoroda yana. Yaxshi. O'ylab olaman. Mana o'tib ketdim. Men o'z bermaslar. Uchinchi raund edi. Tipa xotiralar olib keladi odamlar. Hay. Bo'ldi. Yonda machit u. Murad Buxarskiy. Buxoroda ham Murad Buxarskiy shahri. Yo'q, o'sha yerda videosi bor. Yo'q, salonga nima? Qayerdan biladi? Hay, mana biz ham qo'shyapmiz unga gapiga. Hay, shu. Men bunga qo'shilyapsan. Balki bu Hay, xohlasang boshqa gap aytaman. 30 metrdan mana. Hay. Ya, Sen metrni qayerdan bilasiz? Adabiyotni o'qiganmiz. Adabiyot so'z bo'layotgan bo'lsa Black Mas'ud. Ta'lim ustozi qanaqa? Ta'lim ustozi Rossiyada. Обсуждайте! Ha, nima o'ylab qoling? Bunga qo'shilyapti nima? Murad Buxarskiy.
Quruq Buxoroda. Turistlar 30 metrdan baland. Uni usti gumbaz bilan qoplangan. Nima ye? Nima? Asl o'z beramiz. Ama Kim asılga? Bugan yo'q-ku. Impostor Yo'q, Xivami? Yo'q, to'xta, Buxoroda impostor. Impostor. Nima edi? Minora kalon. Bilar Minorai Kalon. asl kanalga boshlab